Muhammed sallallahu alayhi va sallamning Allohning payg'ambari ekanligining aqliy dalili. Savol: Assalomu alaykum. Muhammad sallallahu alayhi va sallamning Alloh taolaning elchisi va payg'ambari ekanligining aqliy dalili nima? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bizni o'zini va rasulini tunib iymon etishga nisb qilgan yaratquchimizga o'z loyiqida hamdu sana haq payg'ambar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi va sallamga to abadgacha durud salomlar bo'lsin. Onunğa ishongan, ergashgan va yo'lini ching tutib manganlarga Allohning salomi, rahmati va barakati bo'lsin. Allohning vahiyisini, aqidalarni, g'aybga aloqador masalalarni, shundaqla Allohning bizga qilgan amr farmonlarini umuman qilib aytganda, aqida va ibodatlarni faqat Alloh o'zi bu vazifaga tanlagan elchisi orqali bilgili bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, har bir aql egisi haqiqiy Allohning elchisi bilan o'zini yolg'ondan Allohning elchisi deb da'vo qilib olgan kazzoblarning farqini ayirib olish yo'lini bilib olishi lozim. Payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi va sallamning haq payg'ambarligining aqliy dalillari son-sanoqsiz bo'lib, bu dalillar ustida fikr yurgizish iymon ahlini e'tiqodda taxmi mustahkam qiladi. Shubhilanib qolganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Kajliq qilib turib olganlarning dillarini qaplab olgan pardalarni echib etadi. Aqli dalil deganimizda ichida ba'zi naqli dalillarni o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, natijada aql uning to'g'ri dalil ekanligini qabul qiladigan dalillar aqli dalil bo'ladi. Bu jihatdan aqli dalil bilan naqli dalilni bir-biridan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Tuvanda payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambarligining son-sanoqsiz aqli dalillaridan bir qanchani misol qilib o'tamiz. Birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rostchilligi, axloq fazilatining komilligi uning haq payg'ambarligining aqliy dalilidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror qatimmo yolg'on aytib boqmagan. O'z vaqtida uni Makka mushriklari rostchil, amin deb atashgan. Said ibn Jubayr rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Yaqin xish aqribalarini ogohlantirgan degan oyat nozil bo'lgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Safa tog'iga chiqib Quraysh jamoatlarini "Ey Fihr jamoati, ey Adi jamoati" deb to'g'ri turdi. Ular chiqib to'plashdi. Chiqolmaganlari nima ish ekanligini o'qib kelishga odam avatdi. Abu Lahab va Qurayshlarmi keldi. Rasululloh: "Aytib boqinglarchi, agar men sizlarga bu vodida askarlar hujum qilmoqchi bo'lyotidi deb xabar bersam, sizlar menga ishonamdinglar" dedi. Ular: "Ha, biz sening yolg'on aytganligingni ko'rib boqmadik" deyishdi. Rasululloh: "Undaqda men sizlarni qattiq azobdan oldin ogohlantirmoqchi" deganda Abu Lahab: "Kechgacha sana halokat bo'lsin. Bizni mushuning uchun to'plaganmiding" dedi. Shu chaqda Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin, qurib bo'ldi. Uningga mol-mulki va erishgan narsalari asqatmadi degan oyatlar nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelib qo'rqib ketganda ayoli Xadija radhiyallohu anha o zotga: "Alloh bilan qasamki, Alloh sizlarni hargiz ig'ir kunga qo'ymaydi. Chunki sizlar xish aqribalarga sil rahim qilinglar, ojiz bechoralarga yordam qilinglar, yo'qsullarning holidan xabar olinglar, mehmonlarni yaxshi kutib olinglar, beshiga ko'nishganlarga yordam qilinglar" degan. Mana mushundaq esil sifatlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambarligini isbotlaydigan aqliy dalildir. Chunki aql rostchil, ishonchli kishining deganlariga ishonishni taqozo qiladi. Bu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atrofidagi rostchillikni eng yaqinidan biladigan ayoli Xadija radhiyallohu anha bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu ikkilanmasdan iymon aytgan. Bu sog'lom aqldan derak beradigan ish. Herakliyosmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning axloqidan, nasabidan, ko'rsatmalaridan so'rab ahvolini surishti qilib Abu Sufyandan so'radi. İçinlarda o Muhammed Mustafa aleyhisselamның nasabi qandaq dedi. O içimizdeki esil nasabli kişi dedim. Onundan burun içinlarda peygamberlik davası qilgan birer kişi bolganmı dedi. Yo'q dedim. Onun ata bovalarının içinde hükümdar bolganlar barmı? Yo'q. Onunğa aqso'naklar ergashyotamdi yoki oddiy xalqmi? Oddiy xalq. Ergashkuchilari ko'payyotamdi yoki aziyyotamdi? Ko'payyotadi. Onun diniga ergashganlarning ichida dinni yoqtirmay yenib olganlar bormi? Yo'q. O payg'ambarlik da'vosi qilishdan ilgari uni yolg'onchilik bilan qarlab boqqanmidinglar? Yo'q. O ahdini buzamdi? Yo'q. Hozir uning bilan aramizda kelishim bor. Uni buzamdi yo'q bilmaymiz dedim. Abu Sufyan: "Bu suhbatda mushu bir so'zdan boshqani qistirishga imkonim bo'lmadi" deydi. "Uning bilan urush qildinglarmi?" "Qildik." "Qaysinglar g'olib keldinglar?" "Biz uning bilan necha qatim jang qildik. Ba'zida u, ba'zida biz g'olib keldik." "U sizlarni nimalarni qilishga buyurdi?"
Yalğız bir Allahqa ibadat qılыңlar. Allahqa hech narsani sherik keltirmanglar. Ata-bobonglarning dinini tashlanglar deydi. Namoz o'qishga, zakot berishga, rostchil bo'lishga, iffatlik bo'lishga, xish aqrbolarga sil rahim qilishga buyuriydi dedim. Andan Heraklius tarjimonga dediki, uningga, ya'ni Abu Sufyonga ayt. Men sendan uning nasabini so'ragan edim, esil nasablik deding. Demak, payg'ambarlar shundaq esil nasablik bo'ladi. Senden ilgari sizlardan biror kishi payg'ambarlik da'vosi qilganmi deb so'ragan edim, yo'q deding. Agar aranglarda uningdan burun payg'ambarlik da'vosi qilgan biror kishi bo'lgan bo'lsa, Muhammad uni do'rab payg'ambarlik da'vosi qilgandi deydim. Uning ota-bobolaridan podshoh bo'lgan kishi bormi deb so'ragan edim, yo'q deding. Bo'lgan bo'lsa, u ajdodining podshohligini talab qilibdi deydim. U payg'ambarlik da'vosi qilishdan ilgari uni yolg'onchilik bilan qarlamdinglar deb so'ragan edim, yo'q deding. U kishilarga yolg'onchilik qilmagan ekan, Allohga yolg'onchilik qilmaydi. U zotqa esil zotlar agishyotamdi yoki oddiy xalqmi deb so'ragan edim, oddiy xalq agishyotidu deding. Haqiqatan payg'ambarlarga bakrak agishadiganlar ana shulardir. Agashkuchilari ko'payyotamdi yoki aziyotamdi deb so'ragan edim, ko'payyotidu deding. Iymon degan tamomlanguncha shundoq kuchayib ketadi. Agashkuchilari ichida diniga kirib bo'lib, yoqtirmay yenib olgan biror kishi bormi deb so'ragan edim, yo'q deding. Iymon degan ko'ngil qanoati bilan singishib ketganda shundoq bo'ladi. Ahdini buzamdi deb so'ragan edim, yo'q deding. Payg'ambarlar haqiqatan ahdini buzmaydi. Sizlarni nima qilishga buyurdi deb so'ragan edim, yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik qilmaslikqa, butlarga ibodat qilmaslikqa, namoz o'qishga, rostchil bo'lishga, iffatlik bo'lishga buyurdi deding. Uning haqida aytganlaring rost bo'ladigan bo'lsa, u zot pat arada mushu ikki qadamimning o'rnini egallab ketadi. Uning chiqadiganligini bilatdim, ammo uni sizlarning ichinglardan chiqadi deb o'ylamagan edim. Agar men uning qashig'iga bora oladigan bo'lsam, qanchalik qiyinchilik yo'liqishimga qaramay, cho'qim uning bilan uchrashishga boratdim. Navoda uning yanida bo'ladigan bo'lsam, albatta uning putlarini yo'yib qo'yatdim dedi. Demak, Herakliusmo o'zining yuqori bilim saviyasi bilan odatda payg'ambarlarda topiladigan sifatlarni surishti qilib, ashu sifatlarni payg'ambarlikning dalili deb qarab, ko'nglida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shak shubhasiz haq payg'ambarligini jazm qilgan. Janobi Alloh Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning esil axloq sifatlarini mundoq bayon qilgan. Sen haqiqatan buyuk axloqqa egasan. Qalam surasi 4-oyat. Bara raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilarning eng kelishgini va eng axloqli edi. Bak egizmi emas, pakarmi emas edi. Ikkinchi, Qur'on Karim. Qur'on Karim Alloh taolaning rasuliga nozil qilgan kalomi bo'lib, bu payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamning mangulik mo'jizasi va haq payg'ambarligining dalilidir. Qur'on Karimning mo'jizaligi Alloh taolo butun injillardan Qur'onning eng qisqa bir surasichilik yoki 10 oyatchilik biror so'zni ixtiro qilib beqishni talab qilgan bo'lsa-mu, ta bugunga qadar maxluqlar buningga qodir bo'laligini yo'q. Shu Qur'onni Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamning aqlaliganligi va buni o'ziga mansub qilib olmay, Allohning so'zi deb Allohga mansub qilganligi uning haq payg'ambarligining eng chong dalilidir. Qur'on Karimning o'zi Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambarligining dalillari bilan to'lgan. Masalan, Qur'onda ilgirki ummatlarning payg'ambarlarning qissalari, kechirmishlari, tarixiy voqealiklar bayon qilingan. Bu voqealikning ustida Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam bo'lmagan. Biror kitobdanmi u voqealiklarni o'qib boqmagan. Biror muallimning qo'lidami o'rganib boqmagan. Haq taolo aytadi: "Ana shu chaqni asliginki farishtalar aytdi: Ey Maryam, haqiqatan Allah seni tanladi, seni pak qildi, seni butun jahon ayollaridan afzal qilib tanladi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qil." Bu g'ayb xabarlaridan bo'lib, buni biz sana vahiy qilib beryapmiz. Ular qaysilari Maryamga atadorchilik qiladi deb qalamlarni tashlagan chaqda, sen ularning yanida yo'q eding. Ular o'zaro janjal qilishganlaridami, sen ularning yanida yo'q eding. Al-Imron surasi 42-oyatdan 44-oyatlargacha. Yusuf alayhissalomning voqealiklarimi shundoq. Bu g'ayb xabarlardan bo'lib, buni biz sana vahiy qilib beryapmiz. Ular suiqasd qilib bel bog'lagan chaqda, sen ularning yanida yo'q eding. Sen har qancha herismanlik qilsangmi, insonlarning ko'p qismi sana ishonmaydi. Yusuf surasi 102-103-oyatlar. Demak, bu turdagi oyatlar o'z ichiga olgan hech bir maxluq bilmaydigan voqealiklarni Alloh taolo payg'ambarining rostchilligiga isbot sifatida vahiy qilib bergan.
Buning bilan cheklanib qolmay, Qur'on Karim keyincha kelajakda yuz beradigan nurg'un voqealiklarni oldin xabar qilgan. Masalan, Makkaning fath qilinishi haqida Haq Taala aytidi. Haqiqatan Alloh payg'ambariga Alloh xolisa xotirjam boshlaringlarni to'liq tushirgan ham qisqartgan holda Masjidi Haramga cho'qim kirsizlar, qo'rqmaysizlar deb haq bo'lgan tushni ko'rsatib rost aytgan bo'lib, Alloh sizlarga bilmaganni bilgachga uninggacha yaqin bir fathni muyassar qildi. Fath surasi 27 oyat. Yana Rum surasi 1-oyatdan 5-oyatlarda Rimliqlarning Eronliklar ustidan g'alaba qildiganligini Rasululloh Qur'onda oldin xabar bergan. İsa alayhissalomning o'zining Allohning bandasi ekanligini iqror qilib degan so'zlarini Maryam surasi 30-oyatdan 34-oyatlarda, yana Maid surasi 72-oyatdan 77-oyatlarda bayon qilib, xristianlarning uni Allohning o'g'li yoki iloh da'volgan yolg'onchiliklarni pash qilgan. Aslida xristian toifalarining ba'zilari İsa alayhissalomni iloh davolab, bu aqidalarini o'zlarining avomlaridan yoshiratdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haq dinni olib kelganda ular bu dinni yo'qotishga, Rasulullohni yolg'onchi qilib chiqarishga urinadi. Agar bu qissalar yolg'on bo'lsa edi, ular Muhammad bizga mansub qilgan bu aqidalar yolg'on yoki bo'hton, biz bundoq e'tiqod qilmaymiz deb jakarlab Rasulullohni yolg'onga chiqarishi oson edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiy orqali Yahudilarning nurg'ulg'an qilmish jinoyatlarini, yoshirgan ishlarini pash qilib, ularni rasvo qilib o'tgan. Ularning islom va musulmonlarga zaharxandalik bilan qaraydiganligini, o'chmanligini tasvirlab bo'lg'ili bo'lmaydi. Shundaq turuqliq ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam akelgan Qur'on oyatlaridagi o'zlarining rasvochiliklarini yolg'onga chiqara olmagan. Rasululloh avatilgan chaqda ahli kitoblar bo'lsin, Arab mushriklar bo'lsin, yakki yegani Allohga boshqa bir maxluqni sherik qilish oladi. O'qish bilan yozishni bilmaydigan bu zot kelib, faqat yaratgan va rizq berib turadigan yakki yegani Alloh aqidasini e'lon qilib, butun toifalarning buzuq aqidalarini rad qilinmaydigan paketlar bilan bekor qilib o'tgan. Bu turli xabarlar va aqliy dalil paketlar Qur'onda va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida intayin ko'p bo'lib, bularning har biri Qur'onning Allohning kalomi, Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi vasallamning Allohning haq payg'ambarligiga o'z oldiga dalil bo'la oladi. Qur'on mo'jizasi Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi vasallamning Allohning haq payg'ambarligining birdan-bir dalili emas, lekin eng cho'ng ham mangulik dalildir. Yana Rasulullohning haq payg'ambarligining dalillari qatorida Alloh taolaning uni hijratida, munozirlarida, jihodlarda qo'llab nusrat ato qilganligi, Muhammad Allohning payg'ambaridir deb bergan guvohligi, nurg'unlagan duolarini shu hamon ijobat qilganligi, Rasulullohning hadislarida nurg'unlagan g'aybi, kelajakda bo'ladigan ishlarni xabar qilganligi, bu ishlarning Rasululloh degandek vujudga chiqqanligi va chiqayotganligi, oyatlar bilan hadislarda nurg'unlagan ilmiy va ilohiy haqiqatlar borligi, bularning ayni chog'da ashundaq jaholat qoplagan sharoitda yashagan, ilm fan bilan yuz ko'rishib boqmagan, savodsiz bir insonning og'zidan chiqqanligi, barliq talantli insonlar yozolmagan, turli ilmlar bilan to'lgan kitobni o'ttirg'a qo'yganligi aql egilariga yetarlik aqliy dalil bo'la oladi. Sağlam aql, sağlam tabiat cho'qim bundaq bir ilm ma'rifat bir insonda faqatla ilohiy ta'lim tarbiya orqali tepildiganligiga jazm qiladi. Undan boshqa ilgirki kitoblarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avatildiganligi haqida kelgan bishoratlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ulug' shariat qonunlarini bekitish jarayoni, shundaqla har bir so'zi va ish izlari uning haq payg'ambarligini ko'rsatadi. Aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. U tirildirdi va o'ldirdi. Undaq bo'lgan ekan, Allohga va uning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar va hidoyat topishinglar uchun uningga ergashinglar. A'rof surasi 158-oyat. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.